Sure Talaq tercümesi 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytan. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Ey Peygamber, ümmetinge aytqan ki, sizler ayollarni talaq qilsanglar, ularning iddatiga loyiq paytda, ya'ni poklik holatida talaq qilinglar. İddatni sananglar. Rabbinglardan qo'rqinglar. Ularning iddati to'shmag'icha ularni uylaridan chiqarib etmanglar. Ularmu uydan chiqmasin. Ular faqat ochiq fahish qilsalar, ondan hadni ijro qilish uchun chiqadi. Ayni shu Allohning qonunidir. Kimiki Allohning qonunidan halqib ketadi ekan, u o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Sen bilmaysanki, Allah shuningdan keyin, ya'ni taloqdan keyin biror ishni maydonga keltirishi mumkin. Ularning iddati to'shqan chaqda, ular bilan chiroyliqcha yenishinglar yoki ular bilan chiroyliqcha o'zlashib ketinglar. Yenishgan, ajrashgan chaqinglarda oranglardan ikki odil guvohchini guvoh qilinglar. Allah uchun to'g'ri guvohlik bo'linglar. Bunun bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga va'z nasihat qilindi. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li berdi. Alloh uningga o'ylamagan yerdan rizq berdi. Kimiki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoya qiladi. Alloh haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Alloh haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Ayollaringlarning ichidagi hayzdan umidini uzganlardan, ya'ni yish cho'ng bo'lganlikdan hayz ko'rmaydiganlarning iddatining qanchalik bo'ladiganligidan shubhida bo'lsanglar, ularning iddati 3 oydir. Hayz ko'rmaganlarning iddati ham 3 oydir. Hamildor ayollarning iddati mayli ayrilib ketgan bo'lsin, mayli eri o'lib ketgan bo'lsin, yengish bilanla tugaydi. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning ishini osonlashtirib berdi. Ayni shu Allohning sizlarga nozil qilgan hukmidir. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning gunohlarini yo'q chiqardi. Uningga katta savob berdi. Ularni, ya'ni qo'yib etilgan ayollaringlarni qudratinglarning yetishicha o'zinglar o'ltirayotgan joyinglardan bir qismida o'ltirg'izinglar. Ularni tenglikda qoldirish uchun ziyon yetkazmanglar. Ya'ni ularni chiqib ketishga majburlash uchun turalg'i jihatdan, nafiqa jihatdan qismanglar. Agar ular homildor bo'lsa, yangi qadar ularni ta'minlanglar. Agar ular sizlar uchun bolalaringlarni emitib bersa, ularning emitish haqqini beringlar. Haqqoniy asosda o'zaro maslahatlashinglar. Agar fikrda kelisholmasanglar, uni, ya'ni bolani boshqa bir ayol emitsin. Boy odam ayolini va bolasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Rizq tar qilingan odam Allohning uningga berganiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni har odam o'zining iqtisodiy ahvoliga yarasha xarajat qilsin. Alloh insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qiladi. Ya'ni faqir odamni boyni taklif qilgan ishga taklif qilmaydi. Alloh qiyinchilikdan keyin osonlikni berdi. Ya'ni faqirlikdan keyin boylikni berdi. Nurg'un shaharning aholilari Rabbining va uning payg'ambarining amridan bosh tortdi. Ulardan qattiq hisob oldik va ularni qattiq jazoladik. Ular qilmishlarining vabolini tetidi.
ularning qilmishlarining oqibati ziyon tortishdan iborat bo'ldi. Allah ularga oxiratda qattiq azob tayyorladi. Ey iymon etgan aqlligilar, Allohdan qo'rqinglar. Allah sizlarga Qur'onni nozil qildi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni zulmatdan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning ro'shan oyatlarini tilovat qilib beradigan payg'ambarni avatdi. Kimiki Allohga iymon etadigan va yaxshi amal qiladigan, Allah onu ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ularga esil rizq, ya'ni jannatdagi rizq va ne'matlarni berdi. Allah 7 osmonni yaratdi. Zaminni osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Allah'ның amri ularning orasida jari bo'lib turdi. Sizlarga buni bildirishim Allah'ның hammaga qodir ekanligini va Allah'ның hamma narsani to'liq biladiganligini bilishinglar uchundir.